Assalomu alaykum, qadri baland obunachilarimiz, Topganmiz kanalini kuzatuvchilari. Xo'p, bugun sizlarga ajoyib xonadon topganmiz. Chilonzor 13-kvartal, Farhod bozori yaqin bo'lgan 5 qavatli g'ishtli domning 2-qavatda joylashgan umumiy maydoni 68 kvadrat metrni tashkil etadi. Uyimizning zal qismini ko'rishingiz mumkin. Ajoyib did bilan qilingan. Uyimizning to'liq obzor qilib beramiz. Oxirida narxlar bilan tanishtiramiz. Sizlarga yoqsa, baraka qiladigan joyi. Xo'p, bu tomonimizda studio formatda zal qismi bilan balkon qismimizdan umumiy foydalangan holatda studio formatda oshxonamizni bu tomonga chiqarganmiz. Xo'p, oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Taxminiy qilib aytaman, aniqini hali o'qimadim anaqasini, zametkasini. Taxminiy menimcha 2 ga 7 yoki 2 ga 6 balkon bo'lsa kerak. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonimizda oshxona. Barcha mebel texnikalarni eng sifatlisi qo'yilgan. Mana bo'yim 1.80 bo'lsa, xolodilnik mendan baland ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu tomonimizda duxovkalarigacha yengil pochkada turgan joyi. Mana bu tomonimizda 8 kilolik anaqa kir mashinalari, gaz plitalari, barchalar hamma narsasini zamonaviy qo'yilgan. Mana bu tomonda keyin ham o'zini instrumentlarini qo'yib olaveradi. Oshxona jihozlarini ya'ni. Xo'p, bu tomonimizni ko'rishingiz mumkin. Stolimizga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Mramor toshdan qilingan, cho'tki anaqa dasturxon qo'ymasan, skromniy sistem ham bo'ladi. Bu tomonimizda konditsionerimiz ham bor. Xo'p, общий zal bilan anaqa kuxnyamizda oshxona studio formatda qilingan, aytib o'tganimdek. Bu tomonni ko'rdinglar, televizor zonamiz hammasini ko'rdinglar. Endi sizlarga kirish qismidagi ko'chadan kirib kelishni ko'rsatmoqchiman. Ko'chadan kirib kelishdagi qismimizni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ko'chadan kirib kelishdagi qismimizda bu tomonimizda eshigimiz, katta eshigimiz, bu tomonimiz shkafimiz. Shkafimiz ko'rsanglar bo'ladi. Ajoyib did bilan qilingan bu shkafimiz ham. Mana bu yerga oyoq kiyimlarni anaqa qilib, bu yerga kiyimlarni ilib qo'yaveramiz. Bu yerni ko'rdinglar. Endi bu tomonda ikkita eshigimiz bor. Ikkalasi ham ochiq turibdi. Men sizlarga kattalar yotoqxonasidan boshlayman. Kelaverasiz. Xo'p, bu tomonimiz kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Kattalar yotoqxonasini ham o'zgacha did bilan qilishgan, juda ham chiroyli, keng qilib ishlashgan. Hamma ko'ramiz, tor emas. Mana bu yerga televizorlari bor, обязательно qo'yib beriladi. Hamma narsalar tashlab o'tib ketgan. Endi bu tomonni ko'rsanglar bo'ladi. Bu tomonimizdan qaraganimizda shkaf tashlab o'tib ketganmiz. Shkafimizni ham alohida o'zida did bilan qarasanglar, ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, kattalar yotoqxonasidan sekin chiqib olgan holatda sizlarga bir kishilik polvon o'g'il bola farzandingiz bo'lsa, bir kishilik yotoqxonani ko'rsataman. Bir kishilik yotoqxonamizni ko'rishingiz mumkin. O'zgacha did bilan qilingan. Mana bunaqa narsalar ham как sensorli, mana bunaqasi yonadi, mana bunaqasi rangi o'zgaradi. Ya'ni alohida zalga ketayotganda kiyimlarni, so'mkalarni qo'yib, kiyinib ketish uchun stulimizni ham tashlab o'tib ketilgan. O'zini bitta anaqasi bor. Bu yoqda shkafi ham bor. Bu yoqda shkafni ham ko'rsanglar bo'ladi. Ketdi. Endi sizlarga yana bitta xonamizni, ya'ni Soliha singlimizni bitta o'zini xonasini ko'rsatishim mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Nimaga endi u tomonda dars qiladigan hamma narsasi bor, hamma sharoitlari bor. Bu tomonga ham mana kerak narsalarni qo'yib qo'yadigan narsalarimiz bor. Xonani ko'rdinglar. Xo'p. Bu koridor. Sanuzellarimizni ajrattiruvchi koridorimiz. Sanuzellarimizga alohida baho berasizlar. Ikkita alohida. Dushdan boshlaymiz, kirishingiz mumkin. Dush qismimizni ko'rdinglar. O'zgacha did bilan qilingan, barcha sifatli mebel texnikalari qo'yilgan. Bu tomonimizda ofis. Ofisni ham ko'rsanglar bo'ladi. Ofisimizni ham ko'rishingiz mumkin. O'zgacha did bilan qilingan. Xo'p, hozir sizlarga yana bir boshidan aytganimdek, bu uyimizni to'liq ma'lumotini tushuntirib beraman. Xo'p, Chilonzor 13-kvartal, Farhod bozori yaqin bo'lgan 5 qavatli g'ishtli domning, ahamiyat beringlar, g'ishtli dom, 5 qavatli g'ishtli domning 2-qavatda joylashgan, umumiy maydoni 68 metr kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsak, egalari tomonidan $95,000 baholanmoqda. Albatta o'tadigan, kelishiladigan joylari bor. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Topganmiz kanaldan uzoqlashmang. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Rahmat.